Xo'sh, bu nomi exoskelet deyiladi. Mana shu zinalarga chiqishlarga, tog'-tog'larga chiqishlarga, velosiped ushlarga yordam beradi. Mana bu ham qattiq vstavkasi bor. Hozir ko'ramiz buni. Bu yoq tomonda odam juda ko'p, o'chirt ko'p edi. Men aytdim, bizda o'zbek auditoriyasi juda katta, qiziqadi desam bo'ldi deb biz o'chirtsak ko'rsatamiz. Mana hozir taqib qo'yishyapti. Okay. Good. They are tapping. Zaryadga batareykasini qo'yapti orqaga. Men endi o'zi tog'-tog'larga chiqishlarga bunaqa narsaga umuman nima joyi yo'q, lekin videolarda mana ko'rshyapti. To'g'ri 1 kilometr yurishim mumkin, 2 kilometr chiqishim mumkin, lekin charchab qoladi odam. Masofa uzoq bo'lsa, misol 5 kilometr hiking qilish kerak bo'lsa yoki pobeshkalarga 20-30 kilometrlik pobeshkalarga ham uzoq masofalarga ancha yordam beradi deyishyapti. Hozir ko'ramiz. How much does it price? 1000, yeah? Bor yo'g'i $1000 ekan. O Sal mana bu tortyapti. Mana bu joyi oyog'im qotganda o'zi sal tortib beryapti. Belga boylanganlik hisobiga bu ravnovesiyaga ushab tortib beryapti-da. Uzoq dalni yugur-choplarga juda foydali bo'ladigan, bor yo'q narxi $1000 ekan. Ajoyib. Shunaqa gaplar like bilan bosib kommentariyada yozib qo'yasizlar fikringlarni.